Alisher Navoiy buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi. U o'zining xamsa asari bilan dunyo adabiyotida o'chmas iz qoldirgan. Uning she'riyati insonparvarlik, adolat va yuksak axloqiy qadriyatlarni tarannum etadi. Navoiyning hayoti va ijodi o'zbek xalqining ma'naviy merosining ajralmas qismidir. Uning asarlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va yosh avlodni vatanparvarlik va yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Alisher Navoiy nafaqat buyuk shoir, balki ilm, fan va madaniyat homiysi sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirgan. U turkiy tilning adabiy til sifatida shakllanishiga ulkan hissa qo'shib, o'z asarlari orqali ona tilining boyligi va go'zalligini namoyon etdi. Navoiy xamsadan tashqari Lisan-ut Tayr, Mahbub-ul Qulub, Mezon-ul Avzon kabi ko'plab nodir asarlar yaratib, sharq adabiyotining rivojiga beqiyos hissa qo'shdi. Uning asarlarida ilmga intilish, do'stlik, halollik va mehr-shafqat g'oyalari keng tarannum etilgan. Shu bois Alisher Navoiy merosi bugungi kunda ham xalqimizning ma'naviy hayotida muhim o'rin egallab, yoshlarni komillikka va ezgulikka chorlaydi. Alisher Navoiy o'z davrining yirik siyosiy va ijtimoiy arbobi sifatida xalq manfaatlarini himoya qilgan, adolat va insonparvarlik g'oyalarini amalda ro'yobga chiqarishga intilgan. U qurdirgan madrasalar, masjidlar, karvonsaroylar va kutubxonalar ilm-ma'rifat taraqqiyotiga xizmat qilgan. Navoiy o'z ijodi bilan nafaqat o'zbek adabiyotini, balki butun tarixiy xalqlar adabiyotini yangi bosqichga ko'tardi. Uning asarlarida komil inson timsoli, vatan muhabbati va axloqiy poklik masalalari chuqur falsafiy ma'noda yoritilgan. Shu bois Navoiy siymosi bugun ham milliy o'zlikni anglash va ma'naviy barkamollik yo'lida bebaho ibrat maktabi bo'lib qolmoqda. So'ngra degil ko'ngil otliq notavonimdin xabar. Tushunmaga berding xabar, lutf ayla bulyon dag'i elt, xotiri majruh ila ozurda jonimdin xabar. Gar bular ko'ngliga ta'sir aylamasdek bo'lsa ayt, yor yuzun g'arq aylagan ashki ravonimdin xabar. Varminga ham qilmasa parvo degil afloq elin, kecha kunduz jonga yetkurgan fig'onimdin xabar.